Navbatdagi masalamiz genetika masalasi. Odamlarda rang ajrata olmaslik, ya'ni daltonizm va shapko'rlik jinsiy X xromosomida joylashgan retsessiv hollar siylanadi va ular orasida chalkash 48%. Bu degani Krassingover foizi 48% ga teng. Normal ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan ayol, otasi daltonik, onasi esa shapko'r bo'lgan normal ko'radigan erkakka turmushga chiqsa, rang ajrata olmaydigan farzand tug'ilish ehtimolligini aniqlang deyapti. Xo'p, endi normal ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan ayol, otasi daltonik, onasi shapko'rlik va normal ko'radigan erkakka. Endi onasi hamda otasi deyilganda aynan bu qizning genotipiga nisbatan berilyapti. Ya'ni qizning genotipida demak otasidan hamda onasidan o'tayotgan genlarni belgilab qo'yapti, genotipini chiqarishimiz uchun va normal ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan erkakka turmushga chiqdi deyapti. Va bu oilada rang ajrata olmaydigan farzandlar tug'ilish ehtimolligini toping deb berilyapti. Bu masalani ishlashdan oldin demak genlarimizni belgilab olamiz. Shapko'rlikda A bilan belgilaydigan bo'lsam, demak dominanti buni sog'lom holatda bo'ladi. Dominant geni. Chunki retsessiv dedi, demak kichik A geni esa kasal bo'ladi. Aynan nima bo'yicha? Shapko'rlik geni bo'yicha. Bu daltonizm doimiy ravishda, shartli ravishda ko'proq D bilan ishlanadi. Demak uning dominanti sog'lom holatda, retsessiv esa kasal holatda bo'lyapti. Xo'p, endi bizda qiz va yigitning genotipini topishimiz kerak. Nikohlanayotgan qiz hamda yigit. Chachitish belgisi. Xo'p, qizda aytayaptiki, normal ko'rish qobiliyatiga ega, lekin otasida daltonizm kasalligi, onasida esa shapko'rlik kasalligi bor. Demak, otadan kichik D o'tgan, onadan kichik A o'tgan. Demak, otada qaysi gen bor? Katta gen. Onada katta D geniga ega bo'lgan. Mana biri dominant genning otadan, ikkinchisi esa onadan o'tishi. Bu dominant gen otadan o'tgan, bunisi onadan o'tgan. Retsessiv genlarda biri mana otadan, ikkinchisi esa onadan o'tyapti. Mana shu holatda bo'lyapti qizning genotipi. Erkak esa har ikkala belgisi bo'yicha normal holatda ekan, ya'ni normal ko'rish qobiliyatiga ega. Demak, katta A, katta D geniga ega bo'lgan. Xo'p, bizda endi Krassingover foizi bor, 48% holati va gametalar deyilyapti. Agar mana bu organizmimizdan, ya'ni ayoldan Krassingover bo'lmaganda 2 xil gameta chiqardi xolos. Endi bizda Krassingover hisobiga yana 2 xil qo'shilyapti, jami 4 xil gameta hosil bo'ladi. Xo'p, bundan 4 xil gameta hosil bo'lyapti. Bundan-chi, bundan 2 xil gameta hosil bo'ladi, chunki X alohida, Y alohida. Ko'paytiradigan bo'lsam, demak 8 ta organizm. Demak, shunga loyiq pennet katagini chizaman. Ayoldan demak 4 xil gameta olishim kerak. Demak 4 xil gameta xuddi pennet. Erkaklarda esa faqat 2 xil gameta olishim kerak. 8 ta organizm uchun pennet katakchasi. Ayoldan olinyapti, demak X katta kichik D, X kichik A, katta D. Krassingoverda o'xshash belgilar almashadi, ya'ni katta D kichik D o'rniga o'tadi, kichik D esa katta D o'rniga o'tadi. Almashyapti ikkalasi Krassingover vaqtida. Demak, X katta A katta D bo'lib qoladi, X kichik A kichik D. Krassingover faqat gomologik xromosomalar o'rtasida sodir bo'ladi xolos, ya'ni o'xshash xromosomalar. X bilan X o'rtasida bo'laveradi, lekin X Y erkak organizmda Krassingover bo'lmaydi. Shuning uchun undan faqat 2 xil gameta, X katta A hamda katta D va Y gametalari chiqadi. Bizda so'ralyaptiki, rang ajrata olmaydigan farzand tug'ilish ehtimoli ketyapti. Bizda rang ajrata olmaydigan, shapko'r demadi. Demak, rang ajrata olmaydigan bitta mana bu xolos. X katta A kichik D, Y mana bu kichik D ning hisobiga rang ajrata olmaydigan bo'lib qolyapti, aynan o'g'il farzand. Qolgan hammasida katta D geni bor. Mana bu joyda kichik D keladi, lekin bu ham shapko'r holatda bo'lib qolyapti. Bizdan rang ajrata olmaydigan xolos dedi. Shapko'r demadi. Shuning uchun faqatgina bitta shuni olamiz xolos. Endi bizda Krassingover foizi bor. Krassingover gametalarimiz mana bu ikkita. 48% ekan. Bu normallari esa qancha qoladi demak? 52%, ya'ni 100 dan ayirsak 48, 52% qolyapti. Demak, yana 100 minus 48, 52 bu normallar uchun. Demak, normallar 4 ta, Krassingover organizmlar 4 ta. 48 4 ga bo'lsam har biri 12% dan. Xo'p, 52 ni 4 ga bo'lsam har biri 13% dan mana. Demak, bizda 13% dan bitta hosil bo'lyapti. Javob 13%. Ya'ni A javobga to'g'ri kelyapti.